Assalomu alaykum barchaga. Namangan viloyati Chul shahrida Yangi O'zbekiston massivida yangi qurilayotgan loyihamizni hozir sizlarga qisqacha obzorni qilib beramiz. Manzilni aytib o'taman. Yangi O'zbekistondagi yangi qurilgan bog'chamiz, zamonaviy bog'cha hamma biladi. Shuni yonida qurilayotgan ko'p qavatli turar joy binolarimiz. Umumiy bloklar soni 8 ta bo'ladi. Har bitta blokimizda 35 dan xonadon, qavatlar soni 5 qavatdan yuqori bo'ladi. Eng zo'r tomoni Yangi O'zbekistonda hozircha bironta domda lift yo'q. Ushbu domlarimiz barchasi lift bilan jihozlangan bo'ladi va tayyor holatda topshiriladi. Xonadonlarimiz eng kichigi 54 metr kvadrat bo'ladi, eng kattasi 72 metr kvadratgacha va 2 xonalik, 3 xonali xonadonlarimiz mavjud. Xonadonlarimiz 2026-yil fevral oyidan boshlab o'z egalariga bosqichma-bosqich topshirish jarayonlari boshlanadi. Ushbu xonadonlarimiz sotuv jarayonlari hozirdan boshlandi. Sotuv bo'limiz rahbari Maqsudov Rasuljon aka bo'ladilar. Ushbu akamizni profillarini atmetga qilib qo'ydim, telefon raqamlari ham bor. Telefon qilib barcha ma'lumotlarga ega bo'lishingiz mumkin. Undan tashqari zo'r yangiligimiz bor. Ushbu xonadonlarni siz hozirdanoq 30% boshlang'ich to'lov bilan 2 yil muddatga hech qanday foiz va peniyalarsiz bo'lib to'lashga xarid qilishingiz mumkin. Va fircha telefon qilmasdan barcha ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, kommentariyaga narx so'zini yozib qoldiring. Sizga to'la-to'kis barcha to'lovlar haqida va shartlari haqida barcha ma'lumot boradi. Undan keyin Rasuljon akamizga aloqaga chiqib, xonadonni xarid qilishingiz mumkin. O'rtoqlar, sotuv jarayonlari bugundan boshlangani munosabati bilan shaxsan Rasuljon aka o'zlari mijozlar uchun 10 ta mijoz uchun zo'r bonus qilib berar ekanlar. Rasuljon aka? Albatta Elyorbek, birinchi 10 ta xaridor uy xarid qilganlarga 10 milliondan chegirma qilib beraman. Juda ham zo'r, o'rtoqlar. O'zi uy narxi juda ham arzon narx ekan. Juda ham arzon narx. Shaxsan o'zlaridan kelib birinchi ulgurib qo'yinglar. 10 ta insonga uy narxidan 10 million so'mdan chegirma bo'ladi. Qolganlarga lekin chegirma yo'q. Tezroq aloqaga chiqamiz Rasuljon akaning o'zlariga. Ulgurib qo'yinglar, bunaqa imkoniyat lekin boshqa joyda bo'lmaydi.